pulni sarflab turganimizda qanday sarflaymiz qizlar? Asosan pul sarflab turganimizda biz pul ketyapti, pul yo'q bo'lib qolyapti, a, hozir shuncha pulni ishlatib yubordim degan qanaqadir o'zimizni ayblovlar bilan pul ishlatamiz. Agar sizlar o'zlaringni pul ishlatib turganlaring kuzatgan bo'lsalaring. Yoki ba'zida shunaqa bo'ladi, nega kerak edi bunaqa xaridlar menga? Nega oldim shunaqa narsalarni? Hamma narsa qimmat degan pozitsiyada pul sarflaymiz. Qachonki biz o'sha pul ketyapti, behuda ketib qolyapti deb ishlatsak, demak rostdan ham pulni biz bloklaymiz. Ya'ni biz o'zimiz bilmagan holda bu hislar, bu o'y-xayollar orqali borliqqa shunaqa programma beramizki, man pullarga ochilishni xohlamayman, manda pullar ko'p bo'lmasin, man katta pullarni sarflashni xohlamayman degan programmani beramiz va bu programma ortidan bizda pul bloklanib qoladi va pul kelmaydi. Pul kelishiga g'oya ham bo'lmaydi. Chunki pulni keltirgandan keyin uni sarflashni juda ham yomon ko'ramiz. Demak, biz bo'lib turgan jarayonlardan biz yashashga rozimiz, dalsha ketishga rozimiz, uzoq umr ko'rishga rozimiz, lekin insoniyatni evolyutsiyasidan, ya'ni vaziyatlardan norozimiz. Bunaqa holatlarda pul bizda bloklanadi. Qachonki biz har bitta pulni sarflab turgan pulimizni man investitsiya qilyapman, man kelajakka investitsiya qilyapman deb sarflasak, shunda pul judayam kengayaveradi, bizda ochilaveradi. Chunki har bitta sarflagan pulimiz bizni investitsiyamiz. Xatamtoydan so'rashgan ekan, qanaqa qilib boy bo'lding deganda, man g'isht teruvchidan o'rgandim. Olyapti, beryapti, olyapti, beryapti. Ya'ni xuddi shunaqangi, ya'ni man beryapmanmi, demak olaman degan nazarda, man qancha bersam, shuncha olaman degan nazarda man hayotimdagi kelgusi ishlarim, kelgusi yashash faoliyatim uchun, ya'ni insoniyat evolyutsiyasi darajasida man pullarni investitsiya qilyapman deb har doim o'zingizga ta'kidlayversangiz, har doim pul ishlatishdan oldin ya'ni pul beryap turganingizda man kelajakdagi pullar kelishiga hozir yozib oling o'zingizga. Pullarni ishlatyap turganda man pullarga ochiqman va man pullarni kelishiga, yangi menga pullar kelishiga investitsiya qilyapman. Har bir mani sarflagan pulim chiqim emas, bu investitsiya deb aytasiz. Har biri mani yangi pullar kelishimga va pullarga ochilishimga bu investitsiya deb aytaverasiz. Ya'ni siz har doim ko'rishingiz kerak, siz o'sha pul evaziga bir o'zingizga qulayliklar, yaxshi narsalar sotib olib turganingiz, ya'ni o'zingizga qulaylik yaratyap turganingiz, har bitta sarflayap turgan pulim qalbimni xohishi uchun xizmat qiladi deb takrorlashingiz kerak. Va shunda sizni beryap turgan pullaringiz investitsiya bo'lib ketadi va orqasidan bugun ishlatdingizmi, ertaga kelishni boshlaydi. Har doim shunaqa. Har doim biz o'zimizni xohishimizga, farzandlarimizni xohishiga yoki oilamizdagilar xohishiga yoki sayohatlarga sarflagan pullarimiz albatta 3-4 baravar bo'lib qaytadiki, qachonki biz ularni investitsiya deb bilsak. Qachonki biz chiqim deb bilsak, ular bloklanib qoladi.